Do'lam Arend Rentcardan bir kunga qanaqa mashina olib haydagan bo'lardingiz? Gelik. Mers qanaqasi bo'lsa ham. Modelni ayting. Banan. Mana shu GT ni haydamaganman hayotimda. Bor ekan haydamagan mashinalari. 3 ta 4 ta sotganman. Black Series degan versiyasini sotganman. Lekin bir marta ham haydamaganman. Shu GTni olib haydagan bo'lardingiz. Aniq. O'vantachi chexoli tagida yangi mashina turibdi. Nima bo'lgan taqdirda ham, jam wow bo'lmasa ham, fantom bo'lmasa ham qiziq o'shani olgan bo'lardi. GTS и Cabriolet Mustang bor. O'sha ikkalasi kayf beradi lekin. Такой emotsiya. O'xdi mana mashina GT ni. Yoqdimi? Kupesini. O'zi rost aka. Bo'lardi. Gelikka o'ylamasdan. Mana mashina. Hamma shuni tanlayapti-yu. Gelik orqada turgan. Brabusda. 700. Bo'largan-u. Mana shu mashinadan boshqasini olsam, men o'zimdan o'zim xafa bo'lgan bo'lardim lekin. Hammaga yoqyapti aka, lekin Hammaga yoqyapti. o'zi mashina tanlagan bir 3-4 odam bo'ldingiz. Zikr 3 million ekan bir kunga. Aha. Menga yoqdi, oilaviy mashina. O'zimdan sotib olishgan mashinaligi bor. AMG GTS. Bilaman. Men necha oy haydagan bo'lsam, shu mashinani har haydaganimda yana yangi emotsiyalar qoldirardi. Juda ham zo'r, emotsionalniy mashina. Maslahat beraman, o'zim ham shuni haydagan bo'lardim. Hozir zikrni ko'rdim-ku. Ha. Bir kunga olib oilam bilan birga tog'ga chiqib kelardim lekin. Siz Arend Rentcardan qanaqa avtomobil olib haydagan bo'lardingiz? Siz haydashingiz uchun sizga 4 millionlik va 1 million 200 minglik voucher tayyorlab qo'ydim. Like bosganlarning ichida 4 millionlik voucherni o'ynab yuboramiz. Kommentariy yozganlar ichida 1 million 200 minglik voucherni o'ynab yuboramiz. Qani, bosdi.